Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizda gaz ballon yog'ini to'kish jarayoni. Buni 2 yilda, 3 yilda bir to'kib tozalab turishlarini tavsiya qilamiz. Taksi akalarimiz 2 yilda bir tozalashini aytib qolamiz. Mana shunday yog' ichiga yig'ilib qolib, mana ko'rishlaring mumkin. Yog' ichiga yig'ilib qolib, probeglaring kamayib ketishiga ham sabab bo'ladi va reduktorda ham yog'ga to'ldirib qo'yib, ishlashiga, membranalarni ishlashiga xarakat qiladi. Mana gaz ballonimiz bor yo'q 65 talik, lekin ichidan 2,5 litr, 3 litrga yaqin yog' chiqyapti. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Massif 7 da fayz chorrahaga yetmasdan kelaverasizlar. Ishlaringni chiroyli qilib bitirib beramiz.